To'xta. Nima savolding qorningga? Menga qara. Nima qorningga nonni savolding? Kim o'rgatdi buni senga? Amaki, meni kechiring. Sandagilar ko'payib ketdi o'zi. Militsiya chaqirib, militsiyaga berib yuboraman seni. Mana shunaqalarni o'zi ota-onasi chiqarib yuboradi. Bor bu narsa o'g'irlab kelgan deydi. Buvsini qo'lda qolgan bu ota-onasi o'lib ketgan. Buvsi o'rgatgan bunga bor o'g'irlik qilib kelgan deb. Menga qaranglar. Bitta non uchun shunaqa vahima qilyapsizlarmi? Qizim, shu nonni o'g'irlamasdan, undan ko'ra sotib olgani yaxshi emasmidi? O'zi arzimagan pul turadi-yu. Amaki, uyimizda hech narsa yo'q. Buvim bilan 4-5 kundan beri Ramazonda suv bilan og'zimizni yopib, suv bilan ochyapmiz. Shuning uchun non olgandim. Bu qiz shu mahallada turadimi? Taniysizlarmi sizlar? Aha, aka, bir magazin kirib turadi. Menda shu uygacha bilaman. Buni taniganimiz bilan nima qizig'i bor? Buni militsiyaga topshirib yuborish kerak. O'g'ri-ku. Ne unaqa deysiz, birodar? Aslida shu qiz o'g'irlik qilishiga biz aybdor emasmizmi? Yaxshilab o'ylab ko'rmadinglarmi shu narsani? Hammani oldida izzat qilishdan oldin. Oilasidan xabar olmadinglarmi? Kim bo'li mahalla ekansizlar. Hammanglar o'zingizlarga yetarli boysizlar. Hammanglarning imkoniyatinglar bor. Qizim, mana shu do'kondan xohlagan narsangni ol, pulini men beraman, xo'pmi? Bor aka. Aka, mana shuni hisoblab bering. Pulingiz kerak emas. Qizim, uyingda nima kamchilik bo'lsa, do'kondan bemalol olib o'rgan narsa, xo'p? Meni kechirgan qizim.